Barchaga assalomu alaykum. O'tgan hafta bo'lib o'tgan savdo ssenariylar va kelgusi hafta bo'lishi mumkin bo'lgan holat haqida o'zimning fikrlarimni bildirib o'tmoqchiman. Bu shaxsan o'zimning fikrim, kim qanday tushunadi o'ziga havola. Prosta shunchaki o'zimning fikrim haqida, bo'lib turgan fikrim haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Taklif, fikr, mulohazalar bo'lsa yozib qoldirsalaring yanada yaxshi bo'ladi. O'tgan hafta juda ham chiroyli haftalardan biri bo'ldi. Narx faqat yuqoridan yaxshigina yurib berdi, yuqoriga qarab. Juma, payshanba, chorshanba, seshanba. Mana o'tgan dushanba holatimiz juma, payshanba, chorshanba, seshanba, dushanba. Dushanba holat. Juma kuni rezki narx pastga yurib berdi. Dushanba flet holatda, seshanba flet holatda, chorshanba o'tgan jumani Londonskiy sessiyani minimum zonasini yangiladik. Payshanba, juma kunlari minimum zonadan maksimum zonaga, maksimum zonadan yana yuqoriga qarab harakat bo'ldi. Juda chiroyli harakat bo'lib berdi. Xo'p. Payshanba kuni o'zi narx yuqoriga yurib berishini ma'lum qilib qo'ydi. Ko'ryapsiz, mana Londonskiy juma o'tgan hafta, avvalgi hafta Londonskiy sessiyani yuqori qismini yangilab, risk pastga impuls berdi-da, korreksiya bilan yana yuqoriga qaytib chiqib oldik. Juma kuni to'xtovsiz harakat bo'ldi. Dnevkada tortilgan Fibonacciga juda ham yaxshigina reaksiya bo'lyapti. Mana Dnevkada nima bo'yicha tortilgan Fibonacci'miz har bitta уровень. Payshanba kuni ma'lumot berib o'tgandim. Juma kuni ham qaytadan ta'kidlab o'tdim. 83.75 da korreksiya bo'lishi mumkin bo'lishi haqida haqiqatan ham yaxshi reaksiya berdi. 83.75 da chiroyli korreksiya berdi. 5 minutlikda mana bu joyda mana slom trend berdi. Slom trend emas, razворотный pattern. Kechki amerikanskiy sessiyaga borib razворотный pattern buzildi. Amerikanskiy sessiyani oxiriga kelib mana bu joyda уже yana qaytadan bir razворотный pattern turibdi. Dushanba kuni xudo xolasa mana shu razворотный patternga bo'lgan harakatni natijasini ko'ramiz xudo xolasa. Narxni ko'rib turibsizlar. Bitta zerkani ochib qo'yganman. Kechqurun 20:53 da ochgan ekanman. Ochganim sababi mana bu razворотный patternni ko'rganimdan keyin ochib qo'ydim. Har ehtimol qarshi kichkina lot bilan aziyatskiy sessiyada narx yuqoriga impuls bilan yurib berish ehtimolini nazarda tutgan holda qildim. Agar krupniy игрок shunga zainteresованный bo'lgan bo'lsa, ertalabda narxni yuqoriga olib chiqishga harakat qiladi. Ko'proq yuqoriga pozitsiyani ushlaganimiz ma'qulroq, sababi 160-108 dnevnoy switchni nima bo'yicha Fibonacci'miz bo'yicha 160-108 da testировать qilib pastga yurmadik, yuqoriga yurishga harakat bo'lyapti. Dnevnoy switchimiz 2 kundan beri hech qanday bir pastga harakatsiz to'liq kelyapti. Bu harakatni yuqoriga harakatni tugallanmaganligini bildiradi. Sessiyalar bo'yicha ko'radigan bo'lsak, sessiyalarda ham xuddi shu holat. Aziya sessiyasida mana 4 soatlik imbalans inside barda 4 soatlik inside barda yorib o'tdik. Aziya sessiyasida impuls bilan yorib o'tib, keyingi 4 soatlik switchimiz pastga harakat qilib berdi. Как раз 160-108 Fibonacci'dan pastga harakat qilib berdi.
9:00'da London sessiyasining yuqorgi zonasida hosil qildik. Uni 30'da pastki zonasini hosil qildik. Ana shu pastki zonalar yuqori va pastki zonasini kun bo'yi testировать qilib nakoplenияdan bo'shaganimiz yo'q. Dushanba kuni Xudo xolasa nakoplenияdan chiqish ehtimolimiz yo'q emas. Kelishimiz mumkin bo'lgan ssenariylar bo'lishi mumkin. Aziya sessiyani, Amerika sessiyasini bekirilgan holatiga kelishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam mana bu joyda 5 minutlik imbalans bor. Imbalansni testировать qilib yuqoriga ko'tarilishimiz mumkin. Lekin juda qattiq pastga yurib borishimiz ehtimoli ancha uzoq. Borishimiz mumkin bo'lgan nuqtalar bizga yana qarshilikka uchraydigan joyimiz 30.94.89 bu недельный. Недельный emas, bu yaqin dnevnoy keyingi olingan dnevnoy Fibonacci'miz ekan. Недельный sotilganimiz ham bor edi. Bu Fibonacci'ni men to'g'ri deb bilmayman, sababiki bu yerga tortgan Fibonacci'miz to'g'riroq edi, uni o'chirib tashlaganimiz ma'qul. Xo'p, недельныйdan tortib ko'raylik. Mana bu joyda недельныйdan tortishimiz mumkin bo'lgan holatda Fibonacci'sini tortib ko'rsak, mana shu Fibonacci'miz bizga ish berishi tayin. Xo'p, 27.13.77 Low'miz 25.36.66 mana bunga reaksiya bo'lganligi aniqroq. Tek 3 30.92.79 shu holatga chiqib borishimiz mumkin. Bitta yaxshigina qarshilikka uchrashimiz ehtimoli yo'q emas shu zonada. Agar mana shu zonadan o'tib bersak, keyingi zonamiz 32.86.90 yaxshigina tepaga yurish ehtimoli mavjud. O'ylashimcha dnevnoy time frame'da birmas bitta, ikkita, uchta vnutrini barda biz yorib o'tdik. Vnutrini barda yorib o'tganimizdan keyin impuls anchagina yuqoriga yurib berishi ko'p hollarda takrorlanib turadi. Shuning uchun 30.92.79 o'ylashimcha hech qanday qiyinchiliksiz yorib o'tamiz. Keyingi holatimiz 32.86.90. 32.86.90 ga ko'proq tayikda soprovождение qilib borishimiz mumkin. Hafta ichi Xudo xolasa qaysi ssenariy qanaqa tomonga qarab yurib berishi ko'proq ma'lum bo'ladi. Dushanba yurib beriladigan zona flat zona bo'ladi. Menimcha dushanba uzoqqa yurish ehtimolimiz kam, sababi ko'rib turibsizlar o'zlaring. 1 minut. Shu zonada mana 5 minutlik lida
4 soatliklarda положениясini ko'rib turibsizlar. 4 soatliklarimiz mana shu rang bilan bo'yalgan joylar hammasi 4 soatlik svechalar 5 minutlikda ko'rinish. 4 soatliklar faqat yuqoriga ko'rsatilgan. Mana bu joyda 5 minutlikdagi dnevnoy скользящий среднimizdan yuqorida narx. Mana bu joyda 4 soatlik va 1 soatlik скользящий среднийlarimiz ham dnevnoy скользящий среднийdan yuqorida. Dushanba kuni shu dnevnoy скользящий среднийlar o'zaro kelib bir-biriga birlashib holat hosil qilishi mumkin. Flet holatda xuddi mana bu holatdagiga o'xshagan holatda yoki bo'lmasam urilib mana bunga o'xshab yana qaytadan impuls bilan yuqoriga yurib berishimiz holati kuzatilishi mumkin. Ko'ryapsiz, mana har bitta sessiyalarda likvidность zonalarni hech qaysini olishga harakat bo'lgani yo'q. Faqat yuqoridagi likvidность zonalar olinyapti. Bundan keyin ham shunday davom etishi boshlanadigan bo'lsa, likvidность zonalarda yangilashga harakat qachon bo'lishi mumkin? Likvidность zonalarni yangilashga biz shortway pozitsiya olishimizga 30.00-33 dan pastga yuradigan bo'lsak, biz shortway pozitsiyaga kirishga ko'proq harakat qilsak bo'ladi. Ungacha faqat longoviy pozitsiyalarda ko'proq e'tiborga olganimiz yaxshi. To'g'ri, kratkosrokovka bo'lishi mumkin ozgina, lekin asosan harakat yuqoriga bo'lishi kutilmoqda. Barchaga omad, ishlarga rivoj.